Alaykum, Fasadni Plitka shoh. Mana vokzaldagi biltirga urgan joyimizga hozir keldik. Kamgina ishi bor ekan. Tagiga lak urilgan. Ko'rib turganlaringizdek lak urilgan polностью qoraga oqma. Bu tomonda kamgina kraska ishlari bor ekan. Shu kraska ishlarini qilyapti bolalar. Usmonjiyan chetda. Shundaqasiga urilgan polностью. Qarib 300 kvadratli joyimiz. Biltir urilgan qishda. Uzumlar pishgan. Shundaqasiga urilib bo'lgan polностью. Mana shu joylar skolti oqqa qora, tagi qora. Yarmi skolti, yarmi besakadan urilgan. So'qilimiz. Mana shunday. Mana shu yerda artistlar bor mana. Childirmanchi qani? Childirmanchi. Ketdimi? Bitta childirmanchi ukamiz bor bu yerda. Dangir-dungur bosatdi u. Og'rig'ing bormi yo'qmi jon chiqaradi. Kimga qanday mashina mahsulotlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerlar bor. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ish ketyapti. Ish ketyapti deydi-ya. Nashetlarda ishlab yuribmiz. Kraska o'rgandik. Shuni ustidan biz yana bir kraska urib beringlar dedi. Kraska olib keldik. Mana bolalar urib, bir sloy kraska urib ketadi. Pokiga. Burchaklariga, oyna qismiga, atkoslariga. Hammaga rahmat.